Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi video roligimiz asosan yaxshi natijalar bilan bo'ladi. Bu bemorimiz Namangan shahridan kelgan bemorimiz bilan asosan shikoyatlari beldagi og'riq va uni oyoqqa kuchli tortish bilan birga kelganlar va bundan tashqari bir 50-100 metr yurgandan keyin og'riqlarning kuchayishidan va shu yallig'lanishlarning hisobiga deyarli istimalar bilan keldilar. Oldingi holatingiz qanaqa edi opajon? Hozirgi holatingiz qay darajada o'zgardi? Shuni ham gapirib qo'ying. Oldin kelganimda og'riq qattiq kuchli edi. Kelgandan keyin ancha og'riqlarim qoldi. Yaxshi, rahmat. Necha foizga o'zgardingiz? 100% desam ham bo'ladi. Yaxshi. Davomli bo'lsin shu shifoyingiz. Bundan buyog'iga hech ham grija bilan og'rimang. Endi bularni asosiy davo choralarini shunaqa narsalarni ko'rdikki, asosan bularga o'sha standart lecheniyalar, har doim aytaman, asosan biz kompleksni davolaymiz, ya'ni manual terapiya, точечный китайский massaj, relaks massaj, undan tashqari fizioterapevtik muolajalar, ultrazvuk, elektroforez yo'nalishlari va undan tashqari qo'shimcha dori-darmonlarni uyg'unlashtirib, hamohang qilib davoladik. Mana ko'rib turganingizdek yaxshi natijaga erishdilar. Sizlarni ham kutib qolamiz. Davolash maskanimiz Namangan viloyati Chortoq tumanida Asr shifo maskanida faoliyat olib boramiz. Sog' bo'linglar.